Basır. Bastın mı? Salamatçılar. Ben bu Aktöbe, Aktübinsk. Bir ret Avusturya verin başka kanallar bilen. Öte жақсы. Ben kara aylandım. Aylandım. Ben kara kanşa adamlar animasiyet var. Bunda kalalar az, bunda köp adamlar bir deninden ne kılatın, köp gelin yurtlarda bulamıyor, bunlardan az malatçı bulacağımdan. Ben pulmonologpun. Bana dikkatini jaktığı bilen adamdan emdeyim. Қазақшаны онша жақсы білмеймін. Бірақ қазір енді онлайн абатқандар основном қазір көпшілігі қазақтар кейін основном маған онлайн дыхательный жақтығы курс болған екен астма, бронхиальный астма деген өте жаман ауру бар. Оны дәрі білеймін деп болмайды. Мен қанша жыл больницаларда жұмыс істегенмін, оны дәрі білеймін деп болмайды. Уақытынша жақсы болады. Жағдай кейін бәрі ол 15 yıl, 10 yıl, 20, 30 yılda bu avruda adamlar kıynalandı. Bunu emdep buladı mı dersiz? Buladı. Bunu her qanday vaqtda da dokazat qiluu mumkin. Emdegenni qalay? Dihaniya, aspa bu avru emas. Bu dihaniyaning aynuvi. Mana o'zingizda bormi, ya boshqalarda bormi bu avru? Bular hozir o'zingizga ular qarab ko'ring-da, ular qanday kateliklar qiladi. Online'da da zallarda emdegende kezde de sonra aşık bilen jöndөө bilen bu aurudan çıkıp düzülüp ketүүгө болот. Birincisine qarаңдар. Bu adamlar diafragma деген bir perde var. Bu perde öpkeni, yürekli, mana qarındağı nelerin bärini massaj kılıp regular kılıp turadi. Hava diafragma tömenge ketken kezde dem alamız, diafragma yukarı ketken kezde hava çıkadi. Yani bu öte köp söz bu. Mana qısılып atqanda birinchi diafragma qatib qolgan uchun dem olgan kezde qo'ldan bulay qarab ko'rsanglar, bu odamlar ko'pti mana jelki ko'kragini ko'taradi. Deb ko'tarib dem oladi. Deb buni yo'q qilish kerak. Buni ko'tarib dem olgan kezde ava beri keladi qaytadi. O'rtaga keladi qaytadi. Uni tömenge tushish kerak. Onun uchun ko'p jaqtug'lar qarın bilan, diafragma bilan ko'p jaqtug'lar istiladi. Bu o'ta tonki metodika. Keyin dem olyapti, mana diafragma, astmatik, bronxit, mana gipertoniklarda qo'ling bolay qarab qo'y. Mana degan. Havan zo'rlab tortyapti ular, tortadi. Mana ko'krak ko'targan kezde de uni yerga jo'g'atib atar. Kechga qo'y. Spesialni ko'tarib atar qo'y. Mana havan zo'rlab nasos yoqdi. Deb tartqanda da kuch jo'g'atadi. Osun yo'q qilish kerak. Keyin mana astma bilan, bronxitdan, gipertoniya bilan qiynalib atqanlar, bular qalanglarda bir minutda qanchalik dem olasan. Bu odamlarda dem oluv o'ta norma maksimum 12 bo'lar ekan, 12-13. Ularda 20-25 bo'lib ketadi. Значит, ne istaman? O'ta skorost bo'lib kirayotgan havanın o'zining skorosti bo'lishi kerak. Onu mana tez dem olgan kezde tez kirib ketadi. Mana hozir spokойный bo'lib turib Aqto'beda. Hozir shamol bo'lsa, veter bo'lsa, o'sha havoning o'zi mana o'sha daraxtdan jiqtib tashlaydi. Bu astmatik, bronxit, gipertoniklarda chastotasi ko'p bo'lgandan keyin o'ta kuchli skorostga kiradi. Bütün denen razuşatını soğutup tastayla. Sonra onu turla arkalı bunu döndü gerek. Chastota dihaniyanın jay norma uçursa pürsüp jay qaytadi. Keyin bu adamlara diafragma qatib qolgan qo'y. Diafragma qatib qolganini nelerga olib keladi? Diafragma yo'qolib ketgan yurakni o'pkanni massaj qilib, u yerda zastoy bo'ladi. Infarkt miokarda bo'ladi. Pnevmoniyaga bo'ladi, ba'liq avruga infeksiya berib ko'p joylardan bo'ladi. Diafragma tömenge ketgan kezde bu pechenni, selezonka, asqazon massaj qiladi. Zastoy. Qay yerda zastoy bo'lsa qon qo'yiladi. Qon qo'yildi degan so'z denening ba'liq deneda haqida avrur kelib chiqadi. Endi bu turali o'ta ko'p so'zlash mumkin. Men bu bir negani aniq bilish kerak. Bronxialni astma bilan bronxitni emdege bo'ladi. Onchalik qo'rqinchi
aurular emas. Mana onlaynda qancha odamlar emdenyaptir qo'y. Ondan o'sha qo'rqpau kerak. Har qanday odam sal o'ylanib, sal bir nastoychivoy bo'lib, terpeniya bo'lishi kerak. O'ta tonki jaqto'g'lar ularni uyren bu aurudun chiquvga bo'ladi. Har qanday vaqtda dokazat qilish mumkin. Mayli, omon bo'lingizlar.